Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli YouTube'imiz a'zolar, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda hozir haytaga eshik qilib berdik. Ikkita bir qanat, bitta ikki qanat, ikkita rom qilib berdik. Eshiklarni olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa bularning eshiklarimizni Andijon viloyati o'zimizni Bulovochi shahrligimizga olib kelib o'rnatdik mana. Ikkinchi etajiga. Mana romlarni uzun qilib berildi, mana qilib berdik. Mana chiroyli bo'lib, ikki qanotli bittasi ochiladi. Eshiklarimiz mana 90 ga bo'yi 210 lik eshiklar bo'ldi. 92 o'nlik. Romlarimiz, mana eshiklarimiz, bu eshigimiz katta bo'ldi lekin. 129 ga bo'yi 230 lik eshik bo'ldi. Ko'paygan ekan. Shunaqa qilib bera olamiz mana haytek fasonda, xudo xolasa chiroyli qilib berdik mana. Bu eshiklarimizni narxini eshiklar bir qanat eshiklarda to'g'ri gap qilib berdik. 1,5 milliondan qilib berdik bu eshiklarimizni. Xo'sh, bu romimizni mana 1,450 mingga qilib berdik. Bu eshigimizni 2,300 mingga qilib berdik mana. Zamonlari ham mana ideal holatda bo'lgan. Mana. Toza zamonlar bo'lgan, xudo glansiy chasilgan, haytek 18 da bo'lgan. 18 inda bo'lgan glansiy chasilgan. Xudo xolasa kim shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qila olasiz. Nomerimiz xudo xolasa 91 487 033. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska, bitta like ayamanglar. Xudo xolasa kanal rivoji uchun hammalarga rahmat, ishlarga omad.